muhitga eng katta sabab bo'ladi. 3 yoshda o'tish krizisi bo'ladi, yosh davriga mos bolalarda. Va shu 3 yoshli bolalarimizda ko'pincha injiqliklar kuchayib boradi. 3 yoshda, 7 yoshda shu qanchalik haqiqatga yaqin? Yo'q, bu narsa bu ko'proq oilaviy muhit bilan bog'liq hisoblanadi. Oilaviy muhit. Agar unda haqiqatan ham isterik holat kuchayib boryaptimi, demak uni tor mutaxassis bu boshqa qanaqadir asosiy kasallikning belgisi deb hisoblash kerak bo'ladi deb o'ylayman. Qanaqadir bolada psixik o'zgarish bo'layotganligi to'g'risida bu dalolat beradi deb o'ylayman. Injiqliklar ham shunga kiradi. Yo'q, endi agar injiqlik bo'ladigan bo'lsa, injiqlik ko'proq oilaviy muhitda o'ta erkalanib ketishi, o'ta taltayib ketishi, yoki masalan telefonni ko'rabdi bola 3-4 soat, 5 soatdan keyin reska olib qo'yish, ota-ona olib qo'yapti telefon yoki televizorda cheklab qo'yapti. Unda ham bolada isterik ko'rinishdagi simptomlar bo'ladi. Ko'pincha baribir kattalarning o'zi sababchi bo'lib qoladi. Birinchi o'rinda ota-onalar muhit, oilaviy muhitga eng katta sabab bo'ladi deb o'ylayman.